Qani bo'lmasam qadrdonlarimiz bismillah deb ishni boshladik. Iltimos qilamiz videoyimizga boshidan bir donagina laykni tars etib bosib qo'ying. Qarab ko'ring, agarda Texnika bozorim kanaliga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Iloji bo'lsa Traktor savdo kanallarimizga ham obuna bo'lib qo'ysangiz, sara texnikalarni birinchilardan bo'lib ko'rasiz va xabardor bo'lasiz. Xo'p qadrdonlar, akalarimiz New Holland test xullas tez 135 texnikadan so'raganlar bor edi. Shu sababli biz imkon qadar topishga harakat qildik. Bepulga bo'lsa ham, reklama xizmatini bepul qilib qo'yib bo'lsa ham mana bunaqa texnikadan chiqaryapmiz. Albatta mehnatimiz qadrlangan holda omad so'zini yozib ketasiz degan umiddaman. Mana shu traktor uchun bitta yozib ketinglar. Ma'lumotlari ekrangizda ko'rib turibsizlar. Narxi 140 million, 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Holat zo'r. Bu yoq xullas manzil Navoiy viloyatida. Telefon raqamini akalar Telegram kanalimga hamma ma'lumotlar bilan oxirgi postlarga joylab qo'ydim. O'tib olib bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Ma'lumotlarni ekrangizga yozib ketyapman. Imkon qadar ko'p ma'lumot berishga harakat qilaman, ammo qadrdonlarim, undanda sara texnikalarni ko'rish uchun va aynan siz ko'rayotgan texnikaning ko'proq ma'lumotlari kerak bo'lsa, bizning Telegram kanalimizdan ko'rishingiz mumkin. Xo'p do'stlar, Traktor T28 ishlagani yo'q holati o'rtda 2000-yilda ishlab chiqarilgan, ishlagan xullas yo'q degan, xullas nimadirlar xatolik bo'libdi, uzr so'raymiz. 2000-yilda ishlab chiqarilgan, narxi 55 million, kelishamiz. Manzil Xorazm. Murojaat uchun telefon 9713 0022. Qadrdonlar, biz endi mukammal inson emasmiz, o'zingiz bilasiz. Izohlarda omad so'zini yozib ketasiz va shu yerga bitta pauza qilib yozib ketinglar. Shunchaki negativ yozmasdan oz-moz endi adashmovchilik bo'ladi. Buning uchun Texnika bozorim kanali kuzatuvchilardan uzr so'rab qo'yadi. Sababi do'stlar, har bir inson adashadi. Xo'p qadrdonlarim, nomer qoldirdik, narxini aytdik, yilini aytdik. Biz davom etamiz. Siz esa bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringizda Lavol 224 mini traktor. Bilaman qadrdonlar, aka-ukalarimiz oramizda ko'pchilik mana bunaqa mini texnikalardan qidirib yurganlar anchagina. Xullas Lavol 224 traktor sotiladi deb akamiz qoldirgan. 2020-yilda ishlab chiqarilgan, probeklari 11300 km yurgan. Rangi ko'k, ko'rib turganingizdek, chizil, haydov, pritsep, kultivatsiya bor, yoqilg'i solyarka $8000 ga beriladi. Yana ham narxi kelishtiriladi. Andijonda ekan qadrdonlar. Bunga tezda aloqaga chiqishlarini tavsiya qilaman, sababi bunaqa texnika tezda sotilib ketadi. Biz buni oxirgi postlarga Telegram kanalimizga joylab qo'ydik va telefon raqamini ham yozib qoldirdik. Aloqaga chiqsanglar, akamiz chiroyli narxlarda qilib beradi. Bemalol aloqaga chiqib, iltimos qilamiz faqat bitta narsani, bekorga bezovta qilmagan holda, nafaqat bu texnika, balkim qanaqa texnika qoldirsak ham nomeri bilan bekorga bezovta qilmagan holda aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Shu orada akalar, bir ikkita e'tiboringizga dizel mana bunaqa texnika ko'rsataman. Ko'pchilik akalarimiz yumshoq balon yerni nimalardir qiladi deb fermer akalarimiz oramizda bor-ku. Xullas zanjirli texnikalardan ko'rsating deb qoldirganlar ham bor ekan. Men endi zanjirli texnika aynan qanaqa texnikaligini tasavvur qila olmadim, lekin mana bunaqa texnikadan ko'p chiqarganman. Mana shu ham zanjirli texnikalar rusumiga kirsa kerak deb e'tiboringizga bepulga yana qaytaraman. Mana shunaqa akalarimiz so'ragan texnikani topa olmasam ham imkon qadar qidirib, bepulga bo'lsa ham reklama xizmatidan foydalanib e'tiboringizga chiqarishga harakat qilaman. Xullas Qashqadaryo Kitob degan nahada turgan ekan, 40 millionga berar ekan. 93 893 0470. Iltimos qilamiz Texnika bozorim kanalini mana shu mehnatlari uchun bir donagina layk, izohlarda omad so'zini yozib ketinglar. Nafaqat bunaqa texnika, balkim bundan-da sara texnikani e'tiboringizga ko'rsatishda Texnika bozorim davom etadi. Va bilasizlar qadrdonlar, bizda katta konkurs ketyapti. Reklama xizmati atiga 10 ming so'm. Ko'pchilik akalarimiz izohlarda omad so'zini yozib ketishyapti. Albatta hammaga rahmat. Qadrdonlarim, Qashqadaryo Kitobdan yana bitta texnikani ko'rsatib o'taman. Bu ham zanjirli texnika. Ikkita uchta bor ekan, xullas akamizda telefon nomerini qoldiraman. Holat zo'r holatda turibdi, ishlab turibdi. Narxini yozmagan akamiz 93 893 0470 telefon raqamini qoldirgan. Qiziqqanlar aloqaga shundoqqina chiqsanglar, chiroyli narxlarda qilib beradi. Mana pullik holati. Qadrdonlarim, bunaqa texnika bizga kamdan kam keladi. O'zi yo'q edi, kelishi kerak, kelib turadi, lekin yo'q edi. Men sizlar uchun ko'pchilik qidirganlik sababli zanjirli texnikadan bepulga reklama xizmatini bepul qilib akalarimizga o'zim iltimos qilib mana shuni reklamaga chiqartiryapman. Albatta aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Qashqadaryolik
akamizniki ekan texnika. Biz davom etamiz. Nima ham deymiz, savdosiga baraka tilagan holda e'tiboringizda Jaguardan bitta ko'rsaman. To'g'risi aka, shu akalar shu yerga bitta pauza qilinglar. Shundoqqina izohlarga kirib, Jaguar bu ko'proq vazifasi nima? Mana shuni yozib ketinglar. To'g'rirog'i bunaqa Jaguarlardan ko'p chiqarganman, lekin aynan bu nima o'tkazib beradi, nima vazifani chiqaradi, to'g'risi o'zim ham bilmayman. Ya'ni kam ma'lumotga egaman bunaqa texnika haqida. Kamdan kam ko'rganman to'g'rirog'i. Xo'p do'stlar, hamma tushundi degan umiddaman. Shunchaki negativ yozgandan ko'ra izohlarda omad so'zini yozib, "Uka, ishingga omad, mana bu vazifani bajaradi" deb bitta yozib ketinglar. Qiziqqanlarga saralaridan kelgusi videoda chiqarishga albatta va'da bermaymiz bu. Albatta chiqarishga harakat qilamiz. Jaguar 840 sotiladi. Yili 2020, holati ishga tayyor, narxi $57,000, manzil Buxoroda, telefon raqam Telegram kanalda. O'tib olib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Qadrdonlarim, Texnika bozorim kanali sizlar uchun harakatdan hech qachon to'xtamaydi. Buning uchun shunchaki omad so'zini o'zi kifoya. Texnika bozorim kanaliga omad deb yozib ketinglar. Shunisi o'zi yetarli. Traktor sotiladi. Rol gidravlika ishlab turgan traktor narxi 35 million $35,000 yoki boshqa bu yozilib ketmagan degan umiddaman. 35 million kelishtirilgan holda beriladi. Manzil Surxondaryo Angorda ekan. Telefon 70 021 38 35 99 029 07 05. Qisqa telefon raqamlariga iltimos qilamiz. Bekorga bezovta qilmagan holda realni oluvchilar shundoqqina aloqaga chiqinglar. Akamiz sizlar uchun chiroyli narxlarda qilib beradi albatta. Hammasi bilasizlar, Texnika bozorim kanali uchun ko'pchilik izohlarda negativ fikr bildiradi. Iltimos qilamiz, negativ fikr bildirmagan holda shunchaki omad so'zini yozib keting, shuni o'zi kifoya. Xo'p, qadrdonlarim, biz davom etamiz. E'tiboringizda ajoyib bitta ekskavatorni ko'rsataman. Holati idealniy holatda ekskavator sotiladi deb akamiz qoldirgan. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Atiga 11,600 soat ishlagan, xolos yangi holatda turibdi. Ko'pchilik akalarimiz izohlarda shundoqqina qoldirib ketgan. Mayli narxi qimmat bo'lsa ham, texnika soz holatda yurib turgan ajoyib texnikalardan ko'rsatib ketayin deb qoldirgan ekan. Holati a'lo darajada, hech qayerga kulush tegmagan, hali ishlagan Atiga 11,600 soat xolos. Hamma yog'i soz holatda. Narxi Atiga $75,000. To'g'riroq akalar, bunaqa texnikalar kamida $100-200,000 kamiga sotilmasa kerak. Bunisini albatta o'zingiz bilasiz. Xo'p, manzil Qarshi shahri, Qashqadaryolik akalar bormisizlar? Qani izohlarni bitta mang'illatib tashlaylar. Sizlar uchun mana 88 505 0022 telefon raqamlarini qoldirib qo'ydik. Bekorga bezovta qilmagan holda aloqaga chiqib qolsanglar bo'ladi. Albatta hammasi sizlar uchun. Xo'p, e'tiboringizda ekskavatorni ko'rib o'tdik. Albatta ajoyib texnikalarni ko'rsatishda davom etaman. Gaz 330 3308 FM 3284, Vaqtovka yili 2003-yilda ishlab chiqarilgan. Ta'mirdan keyin bosib o'tilgan masofa 0 kilometr. Yangi ta'mirdan chiqqan ekan akalar, qidirib yurganlar bo'lsa mana aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Nomerlarini qoldiraman. Yoqilg'i dizel MMZ D240 mashinadagi deyarli barcha qismlari yangi, barcha jihozlari kapital ta'mirlandi. Narxi $7,750. Albatta Texnika bozorim kanali uchun kelishtirib beriladi. Dilmurod aka ekan, albatta manzili Toshkentda. Dilmurod aka nomerlarini aytib o'tib ketaman. 93 459 55 99. Albatta aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Texnika bozorim kanali uchun sara texnikalarni ko'rsatishda e'tiboringizga davom etaman. Shunaqa texnika qidirib yurgan akalar, tanishlaringiz bo'lsa, albatta videoni havolasini tashlab qo'ying. O'tib olib, kuzatib borib, texnikani savdolashib olsa ajab emas. Savdosiga albatta baraka tilab qo'yamiz. E'tiboringizga yana bitta ajoyib texnika. Bu qanaqa texnika? Albatta ko'rib turibsiz. Zil 53 rangi rasmda ko'rinib turibdi. Yili 1984-yilda ishlab chiqarilgan. Probiglari XXX qo'yib ketdim. Sababi do'stlar, ancha-muncha yurib qo'ygan. Metan gazlar qo'yilgan. Narxi Atiga, qadrdonlar, unaqa $20,000 texnika emas. Atiga $4,500. Ha, adashmayapsizlar. $4,500 Atiga. Namanganda ekan. 94 628 80 99 telefon raqamlarini qoldirib qo'ydik sizlar uchun. Xo'p, qadrdonlarim, nima ham deymiz? Videomiz so'ngida iltimos qilamizki, bizga obuna bo'ling. Albatta videolarimizga like bosib boring. Izohlar ochiq, fikrlaringizni qoldiring. Reklama xizmatlari kerak bo'lsa 99 766 70 57 qisqa raqamlarga Telegramdan bog'lanishingiz mumkin.
Hammaga omad. Texnika bozorim kanali sizlar uchun doim harakatda.